Assalomu alaykum, xorg'aylar. Hech kim yo'q-ku, nima bunaqa? Cho'tdan fartovый. Yaxshi kino va fartovый Epifansiy o'ynagan. Va alaykum assalom. O'pen bozor. Nima gaplar? Hormaylar. Tinchmisizlar? Ko'rinishingiz zo'r, aka. Rahmat. U hozir turdim o'zi. Ishlarni bitirib, kelib ozgina yotib dam olib. Yoshlikda ko'rganim zo'r kino aka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Omina, yaxshimisiz? Sizlarga ashulani zo'rini men qo'yib beraman. Va alaykum assalom. Obidxon. Salomat bo'ling. Chetda Instagramda odam kam bo'lar ekan-ku, bu yerda 14 ta, 16 ta odam o'tiribdi. Nima bu? YouTube ko'rgan qo'yamizda kirganda minta odam kirib turishgan. Va alaykum assalom. Zafabe. Bittan qulog'im aka, yo bitta quloq, bitta o'zami, shalpan quloq bor Amerikada. Kecha bolalar bitta videosini tashlab yuborishdi, eshitdinglarmi nima deyapti? Mana shu videoni-chi kesib tarqataveringlar-da. Nima deydi? Prezidentini sotgan, qizlarini sotgan deydi. Voy, yibba. Sen Allohni sotding. Diningni sotding. Payg'ambaringni sotding. Musulmonman deb musulmonlarning orasida namoz o'qib turib, ko'chaga chiqib qo'ygandan keyin u salnarroqga borib, barlarda qotib qolib, hamla qilib to'tolaga jalab xabar jo'natyapsan. Pizdalizligini bildirib jalab. Echki suka. Sangami gapirish? Diningni sotib tashlading-ku. Iymon keltirib turib, yana nima bo'qlarga beribsan. Rahmat, axi, rahmat. Va alaykum assalom.
Ko'rdim, dabbani quloq bo'lsa ham shalpan quloq ekan. Ultra quloq ular bor, oddiy quloq emas, ultra quloq. Vashshi yomon xabarlarni ushlab tashlaydigan quloqlarda. Mana bexosdan kirib qoldim. Sizdan xabar kelganligi uchun afsus, rejalangan ishlarim bor edi. Akalar reja qilayotgandachi bunda odamga qaraladi. Kim bu, nima bu? Sal balandroq baqirgan odamniki emas-da. Tushunasizmi? Afsuski, hozirgi zamon shunaqa bo'lib qoldiki, bozorda kim balandroq baqirsa, o'shani moli ketyapti. Klopro Max. Shunaqa. Afsuski, hozirgi zamonda kim baland baqirsa, o'shani bozori o'tyapti. Lekin nima desa bo'ladi? Abdulloh Qodiriy degan o'zbek namoyandasi bo'lganlar-da. Bitta o'tgan kunlar ko'rganmisizlar, o'sha mutni davrlar kelganda oldingi o'tgan kunlarga qaraladi. O'sha oldingi paytlarga qarasanglar nima bo'lgan desanglar, men sizlarga bitta misol qilib aytib ketaman. Sizlarga life hack bo'ladi. Keyingi safar hayotingizda kimnidir ko'rib, kimgadir ishonayotganingizda sizga zo'r dars bo'ladi. Shu bolani eslaysizmi? Shu bolani parod qilib qo'ygan uchun boy bir qop chirigan aralash olma berib yuboradi. Chirigan aralash. Bu degani o'sha nima desa bo'ladi? 100% toza emas-da uni. Moli, qopidagi molini o'sha nima deydi? Aybi bor. Musulmonchilikda unaqa bo'lmaydi. Aybini aytib sotiladi. Chirigan, qurtlagan olma demaydi u. Boradi, bozor o'rtasiga turib olib, hammadan ham baland baqiradi. Kelib qoling, mana olmalarni zo'ra deydi. Yeganlar armonda, yemaganlar darmonda. Boshqa odamlar bundoq qarasa, hamma uni olmasiga yopishib ketyapti. Voy bola deydi, ket betdan desa, battar baqiradi-yu. Hozirgi zamondagi internet, marketing hamma narsa shunaqa bo'lib qolgan. Kim kirib, ko'tmi, quloqmi, odamlarga farqi bo'lmay qoldi-da. Kim baland baqirsa, o'shaning orqasidan ketib qo'yadi. Ey, senga chirigan, qurtlagan olmani yedirib yuboryapti. Shunda tushungan. Kim baland baqirsa, o'shanikiga osilib ketavermang. Senga qurtlagan, chirigan olmasini yedirib ketyapti. Tushunasizmi? Sen eng qimmat dunyoda narxi bo'lmagan, qaytib kelmaydigan bitta narsani beryapsan. Nimani? Narxi yo'q bo'lgan vaqtingni sarf qilyapsan. Mana shu soatni milini har bir sekunda o'tyapti-ku, seni umring ketyapti, seni vaqting ketyapti. Shu umringni, shu vaqtingni sen yo foydaga ishlatasan, u dunyo bu dunyoga, yoki ziyoniga ishlatasan. Vaqtingni bekor ketkizib, unaqa shantirapay, kim baqirsa, nima deydi? Aynan bitta quloqqa tegishli emas bu gap. Lyuboy hamma kontentlarga tegishli. Kim baland baqirsa, o'shani eshitib kelavermaydi. Tushunasizmi? Senga u dunyoyingga ham, bu dunyoyingga ham foyda bo'ladigan bo'lish kerak. U baqirayotgan o'zi kim? O'shani oldin nima deydi? Visnit qilish kerak. Aniqlash kerak, o'sha baqirayotgan kim o'zi? Tushunasizmi? Bu bozor ekanni kim zo'r baqiryapti, kim baland baqiryapti deb uni nima deydi? O'zingga qurtlagan olmani tiqib qo'ysa, yeb ketaversan, ertaga atroflarni bo'lasan, o'lib ham ketasan. Va aqlli ishlatish kerak, ukalar, opa-singillar, azizlarim. Bu nima deydi? Internet zamon, mana bunaqa ijtimoiy tarmoqlarga kirib, mana buni ko'ryapman-da, ahvoli juda bir xavfli bo'lib yotibdi. Va alaykum assalom, rahmat. Masuda hukumatni quloqlari o'zidan yozib oladi. Shunaqa gapirmang. Ertalab bir sizlar bilan nima deydi? Efir qilaman dedim, keyin ishlarim chiqib qolib ketib qoldim-da. Keyin sal charchab kelib yana dam oldim. Xalq hali ham ishonuvchan bo'ldi endi. Hadeb ishonavermaydi-ku, ko'zni ochadigan payt kelgan allaqachon.
ko'zni ochadigan payt kelgan, allaqachon kelgan. Bu ijtimoiy tarmoq ham hozir bozor bo'lib qolibdi-da. Men o'tirib nima deydi, ko'rib har xil narsalarni tahlil qilaman-da. Ichida yaxshi narsalar bor, yomon narsalar bor, umuman musorlar bor. O'tirimda nima deydi, umuman na u dunyoga, na bu dunyoga foydasi bor. Kerak emas narsa bu, vaqtingizni ketkazyapsiz. Eng qimmat narsa bu, eng qimmat narsa qaytib kelmaydi. Qimmat deganda qanaqa, buni nima desa bo'ladi? Qiymati yo'q-da, bu bebaho narsa, bu vaqt bor-ku. Va alaykum assalom, Sabrina. Umuman bu vaqt qaytib kelmaydi keyin. Qaytib kelmaydi. Siz shu vaqtingizni nimalarga sarf qilib yuribsiz? Ikkita jinnini tomosha qilib, yo'anti kimdir nimadir qilib qo'ygan, kimdir baqir-chaqir qilyapti. Hukumat siyosati ketadi. Shunaqa. Opada mashinaga havas qildim. Menga shunaqa mashina nasib qilsin, inshaalloh. Aka, siz Gelenwagenni mo'ljal qilavering. Juda bo'lmaganda ani BMW M5, M3larga yetasiz, xudo xolasa. X-Drive'larga ham balanini mo'ljallayvering. Allohning qudrati juda cheksiz. Beraman desa siz nima deydi, joy topa olmay qolasiz taxlashga. To'g'ri, siyosatga chiqib xohlaganini qilyapti. Kimdir nashida like bo'lsa, qamayapti, siqirtlar. Qozog'istonlik bitta magazinchi axiy bor, yaxshi birodar. Shuni kontentlarini ko'rdim, vashshi foydali bor. Misol uchun bilmadimmi, bizning O'zbekistonda 10 ta domla qilmagan ishlarni qilyapti-da. Yoki ani psevdo domlalar qilmagan ish qilyapti-da. Oddiy biznesini yurg'izyapti. Kiyim do'koni bor ekan. Mana shu kiyim do'konini yurg'izish jarayonida ham kiyimini ham sotyapti, reklama ham qilyapti, boshqa qilyapti. Va alaykum assalom, hoji. Yaxshi. Ora-orada insonlarga dinini o'rgatib, tushuntirib, kichkina roliklar qilib, shariatni hukmini, misol uchun ribo bo'yicha yoki muzoraba bo'yicha yoki oldi sotdi, mana shu nima desa bo'ladi? Islomda aytiladi-ku, oldi sotdini, bozorni shariy hukmlarini bilmasdan turib bozorga kirib savdo qilish mumkin emas. Hamma narsani bilib o'rganib olish kerak inson. Misol uchun oilani yurg'izishi, shariatning hukmlarini, nikoh, taloq masalalarini bilmasdan turib oila qurish ham mumkin emas deyilgan. Ana o'sha Qozog'istonlik birodarni ko'rdim, men cho'tki olib ketyapti, biznesini ham olib ketyapti, hamma yog'i zo'r ketyapti, dinda ham shariat bo'yicha tushuntirib ketyapti. Oldi sotdilarni, tushunasizlarmi? Tijoratni shariy hukmlarini o'rgatib ketyapti, insonlarga dars qilib ketyapti. Bo'larkan mana shunaqa. Va alaykum assalom birodar. Mazinni ko'rishim, o'zingizni tanishtirsangiz iltimos. Al-Mavta. Birodar, kirasiz, komil inson bo'ldi deb yozsangiz, Google'ga yozsangiz ham chiqib keladi. O'sha yerdan ko'rib sekin tanib olaverasiz. O'sha yerda videolar bor, ancha. Men sizga hozir bu yerda o'zimni tanishtirish uchun kirmadim-ku. Siz misol uchun na rasmingiz bor, na ismingiz bor. Siz o'zingizni tanishtiring, oldin men balonchiman, pistonchiman deb, keyin men siz nima deydi? Gapingiz o'rinli bo'ladi. Okey, kechki YouTube'da efir bo'ladimi? Bilmasam, endi Abdurahmon, men birovni nima deydi, gapiga yo boshqaga qarab efir qilmayman, bilasiz. Bir mavzu bo'lib qolsa yoki xohlab qolsam, shunchaki ochib qo'yib gaplashib o'tiraveramiz. Toshkentda rosa kunlar isyapti. Oh, Toshkentim, onam. Yoshim 16 da. Ismim Zikrillo. Rasmchi? Zikrillo.
Men ham aytaveraman, yoshim 56da, otim Abdug'ani deb. Ishonib o'tiravermaysiz-ku. Короче, bo'ladigan gaplardan gapiring, ukam. Kirib olib mutit qilmang bu yerda. Komiljon, tema nima haqida? Tema yo, shunchaki kirib sizlar bilan bir ozgina salom alaykum deb gaplashib. Assalomu alaykum, ko'ngillikum, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ikki dunyo saodatini ko'ring inshaalloh. Amin, jumlamizdan, amin. Jumlamizdan. Ochiq suhbat. Unaqa rasmiy anaqa bera olmayman, ochiq suhbat. Erkin suhbat sizdan bo'ladi. Tema yo, shunchaki. Instagramda tema qilmaymiz, bilasiz, biz YouTube'da tema qilamiz. Atak boyga gapimni lekin kesib qo'yib yuborsanglar zo'r bo'ladi. Kimlargadir manfaatli bo'ladi. Anta odamlar ahmoq qilib yurgan yolg'onchilarni bilish kerak, kazzoblarni bilish kerak. Chiqib olib prezidentni sotgan, uni sotgan, buni sotgan deb o'zi aslida dinini sotib qo'yganlar bor. Komilga Moskvadan uy olsak bo'ladimi, nima deysiz? Yo'q, olmang. Maslahat bermayman. Agar Moskvadan uy oladigan darajada pul topayotgan bo'lsangiz, arzonroq ijarada turib turing deb, pulingizni undan ko'ra yurg'izing, aylantiring. Ani kuni bitta juda katta biznesmen restoratorni ko'rsatishdi. Efirini ko'rib qoldim. Chiroyli gap gapirdi. Ijarada turar ekan u. Shu 10 tami 20 ta restorani bor odam, magazinlari bor odam. Komiltog'a yana bitta Insta akkauntingiz bor, uni ham o'zingiz ishlatasizmi? Yo'q, bu mani Instagramim bitta, mana shu. Qolganini bolalar ochib tashlagan, uni men ishlatmayman. Qolganini bolalar ochib tashlagan. Oy, eslasanglar bizani bitta kanalimizni blokladi-yu. O'shanda nima deydi? Bolalar hamma yoqdan ochib tashlagan, endi nima deydi? Mana prямой efir qo'yma, mana shu meniki, o'zimniki. Qo'yganini bilmayman. Yozadi, bir nimalar tashishadi, endi like bosib bir nima qilib qo'yaman. Nima deydi? Endi bordi bolalar, qarayapti, boshqa qilyapti, videolar qilyapti, tarqatyapti, oka minus bering deydi. Bu Telegramda videolar yig'iladigan ochib qo'yganman, o'shanga kirib. Ammo va alaykum assalom. Meniki mana shu Instagram. O'zi ertinning bolalar aytadi, "Oka, xohlasangiz bitta kanal bor deyotdi, Instagram 100 ming talik odam. Xohlasangiz o'shani olib beramiz" deyapti. Endi u yerdagi auditoriyani men bilmasam, tanimasam, bu yerda o'zimizning auditoriya hammasi. Tanish bilishlar, eskidan obuna bo'lganlar. Shuning uchun nima deydi? Mana shu o'zimizning original bitta. Qolganlari endi kimlardir ochgan, nimadir qilgan, o'zi biladi. Yurg'izotdi, yurg'izsa omadini bersin, biz nabarat xursand bo'lamiz. Meni o'zimning kanalimda unaqa videolarim yo'q, bir xil joylarda videolarimni qo'yib yuborgan, 1,7 million prosmotr bo'lib ketgan ekan. Ular bizanikimiz. Kesgan, nimadir qilgan, xullas. Iloji bo'lsa, yomon gaplarni olib tarqatolsanlarmi, yaxshi gaplarni olib tarqatlaring. O'shani editchilarmi, nima kimlar? Faqat u oldi qochdilarni tarqatmalaring, yaxshi narsalarni ham tarqatib turlaring. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Abu Said, yaxshimisiz? O'zbekiston yildan yilga klimat o'zgaryapti, juda issiq. Quloqni ushash niyat yo'qmi aka? Quloqni o'zi ushaydiganlar bor. Bizi kimligini nima deydi? Vidga qo'yib berdik, bo'ladi, o'sha yetadi. Massa, omma bildi, bo'ldi. Uni ushaydiganlar o'zi bor.
unaqa quloqlarni chiqqan joyga kirgizib yuborish o'shandan oson narsa yo'q, ishoning. Toshkent shunaqa suv bo'lyaptimi? Deport bo'ladi. Deport bo'lsa, xursand bo'lsin, agar qamalib ketmasa. O'zi ham cho'chib qoldi, istoriyalarda bilyapti. Har bitta qo'ygan istoriyasini skrinshoti bilan yozib olishyapti. O'ziga qarshi ishlatamiz, xudo xolasa. Bitta 159 bilan qamalgan bolani rasmini qo'yib, keyin olib tashadi, ataku ham yozib olingan hammasi. Yoramiz unaqa. O'sha yerda qamaladi. U yoqda jinoyat qilgani uchun u yoqda qamaladi. Bu yoqda qilgan bo'lsa, bu yoqda qamaladi. Atay bu yoqda qamalmaydi. O'zini odami-yu. Qatdan qamalmaydi, unaqalarni atay chiqaradi chetga. Mana Instagramga yaxshi tushunadiganlar bormi? Mana shu videoni saqlanib qilsa bo'ladimi? Biladiganlar bormi? Brat, zo'rmisiz? Zo'rmi? Rahmat, alhamdulillah. Ha, qanaqa qilib saqlanib qiladi buni? Telefonga saqlanib qilsa bo'ladimi? Assalomu alaykum, baratam, va alaykum assalom. Tarona birga tashlasangiz skrin qolib beradi. Nima degani u? Tarona birga tashlasangiz skrin qolib beradi. Tarona botga, voy, u bot-motlarni men tushunmayman-ku. Botlarni tushunmayman. Bo'lmasam, u siz o'ylamang, men qo'yayotgan videolarni men qilmayman. Menga mana shu Instagramda bir ikkita bolalar bor, o'shalar bir nimalar qilib beradi. Salom brat, qanday, sog'lik yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah. Telegramda bor. Shu menga bitta vahshiy ucharadan kerakda, men bunaqa narsalarni tushunadigan bor. Instagram, TikTok, o'sha bong'illatib yuboradigani bo'lsa, ertangi menga 100 mingtalik kanal olib berishmoqchi edi bolalar. Okey, biz olib beramiz. Siz yurg'izingda o'sha kanalni berib qo'yardim. Yurg'izib berardinglar o'zinglar. Meni misol uchun vaqtim ham yo'qda, to'g'risi. O'zi YouTube bilan Telegram o'zi mamnundoq bo'lyapti menga. Yetmaganiga hozir TikTok ham bor edi, endi Instagram ham ilakishyapti hozir. Indamasam sekin-sekin. Bundan ko'ra o'sha berib qo'ysa, o'shalar yurg'izgani yaxshi. SMMchilar kerak. Nima u SMMchilar? Kim ular? Nima qilish kerak, bratim? Yondiramiz. Nima qilish kerak? Kanal ochib, reelslar qilish kerak, nima editlar qilish kerak. Yomon gaplarni emas, yaxshi gaplarni, foydali gaplarni editlar qilib yurg'izish kerak, bo'ng'illatish kerak, yondirish kerak. Efirni o'chirgan paytingiz yozuv chiqadi, saqlanib qilinisi yoki o'chirib tashlashi degan o'sha joyni sinab ko'rish kerak. Bo'ldi, Akmal, gapi yo'q, rahmat. Men bunaqalarni tushunmayman-da, bo'lmasam allaqachon har juma masjid imomi alohida diktator nomini aytib duo qilyapti. Azbaroy zo'rg'a o'tiraman bunda. Bilasizmi, nima deydi? Kinolarda ko'rardik, bilmasdik, lekin asli bu tojikcha so'z ekan bu ham. Azbaroy xudo deydi-yu. Anaqada bilasizmi, birinchi marta qayerda eshitganman shu so'zni anaqada. Kino bo'lardi, boshchi chavandoz ham. O'shani Miguel Diaz aytadi. Bu ot boshqa yoqqa qarayapti deydi. Assalomu alaykum aka. Ozodbek, va alaykum assalom. O'zi biz yoshligimizda ham
kattalar mana shunaqa namoz o'qiyotganda shunaqa duo qilishardi. Namozni boshlayotganda biza keyin shu yoshlikda boshqacha ko'rdik. Lekin oldingilar o'qiganda shunaqa niyat qilishardi. Niyatkardan begzoram 4 rakat farzi namozi asr deb. SMMchilar ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlashadi. Ayo, unaqa nima deydi, oylik berib ishlatadigan anaqa emasda biza. Shunchaki kimga nima kerak bo'lsa, foydali u dunyosiga ham, bu dunyosiga ham mana shunaqa nima deydi, foydali bir nimalar qilaman degan sal bir bekorchi, qo'li bo'shroq bolalar bo'lsa yaxshi. Hatta kimlarnidir unaqa ovora qilishni ham xohlamayman-da men. Ovora qilib qo'yishni xohlamayman. Hozir hammaniki o'ziga yetadi, hamma tirikchilik dardida-ya. Lekin kanal yurg'izaman, mana shuni orqasidan monetizatsiya qilaman, bir nimalar desa, men lekin nima deydi, videolarni boshqalarni bir bombalarni tayyorlab beraman. Minusini olib bemalol ana edit releaselar qilib jang'illataversa bo'ladi. Faqat kallani ishlatib, ana g'oya tarafdan sekin oyoqqa qarab ketib qolish kerak emasda. Sherzod, nima gaplar? Sherzod eski obunachilardan. Bo'tdimi? Koma, cho'ttam Zokir, qaysi Zokir bu? Mana lekin koma deb hamma ham aytolmaydi, cho'tda eski tanishlardanmi deyman. Zokir Kabilov. Qaysi Zokir edi bu? Koma deb eski tanishlarim taniydi. Ayolida birga bo'lgan, o'g'aylar, yaqinlar bo'lar. Shular koma deydi. Tili bir emas, u qulog'i yo'q, bir achishkasi. Shalpan qulog'i-ku. Xullas, aka-ukalar, dam olish kuninglar mazmunli, zo'r o'tsin. Ikki dunyoga foydali bo'ladigan. O'sha ozgina kirib sizlarga bir foydali narsalarni yetkazib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoq hozir bozor. Kim baland baqirsa, o'shani moli ketyapti. Unaqa mol olayotganda ehtiyot bo'linglar. O'sha gap eski zamonimda orqaga qaytib ibrat olasiz. Shum boladan. Bir qopchalagan olma berib yuborsa, bozorga borib baqiradi-yu. Gap qiling, zo'r olmadi. Unaqa shallaqalarga ishonib, chirigan olma yeb qo'ymaylar. Vaqt eng bebaho narsa vaqt. Vaqtingizni ketkazmang. Gilos uzamiz, bay. Ikkitasini qulog'ingizga ilib oling. Yurg'izadiganlar ham bor ekanda, simimi chiman deydi. Rahmat. Daraxtdan gilos o'g'irlayotganda zapal bo'ladi, ko'rganmisizlarmi? Siz kimsiz? Rejissyorman deydi. Nima qilasiz bu yerda? Siz talant qidiryapman deydi. Siz ham shunaqa ikkita gilos quloqingizga qo'yganni maykani ichiga yig'ib o'rmayapsizmi ish qilib? Mayli, aka-ukalar, azizlarim, opa-singillar, hammanglarga yaxshi nastroy. Dam olish kuninglarni yaxshi o'tkazinglar. Agar dam o'tganlar bo'lsa, tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Shunchaki sizlar bilan salom alaykum deb kirdim. Assalomu alaykum hammaga.